Dubayda ishlab yurgan bo'lsangiz, albatta sharoit qilib oilangizni olib kelishingiz kerak. Oilangiz, farzandlaringiz, ayolingiz yoningizda bo'ladigan bo'lsa, sizda yanada kuchliroq motivatsiya bo'lib paydo bo'ladi, yanada kuchliroq mas'uliyatni his qilasiz. Eng qizig'i bu siz topayotgan daromadingizga ham to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Men Dubayga kelgan paytimda birinchi oilamni O'zbekistonga tashlab kelganman. Ular 6 oydan ortiq O'zbekistonda qolishgan. Orada men o'zim borib turardim. Oilam O'zbekistondaligida menda boshqacha bir emotsiya paydo bo'lgan. Ya'ni motivatsiya unaqa darajada zo'r bo'lib ketmagan. Oilamni Dubayga olib kelgandan keyingi motivatsiya oilamni O'zbekistonda turgandagi holatga qaraganda 10 barobar kuchli. Shuning uchun agar siz chet elda, Dubayda yo boshqa mamlakatlarda oilangizni hali olib kelmagan bo'lsangiz, tezroq maksimal harakat qiling, sharoit qilib yashash joyiga doimiy rasxodlarni qoplash uchun daromadni yo'lga qo'yib oilangizni olib kelishga. Chunki oilangiz, ota-onangiz yoningizda bo'lgan bo'lsa, ularning duosi, ularni qo'llab-quvvatlashi, motivatsiyasi sizga zo'r ruhlanish beradi, kuch beradi, mas'uliyatni his qilasiz, zona komfortdan chiqib, qo'rquvni yo'q qilasiz. Yana ham ko'proq harakat qilib o'zingiz ustida ishlaysiz. Natijada bu to'g'ridan-to'g'ri daromadingizga, yana ham ko'proq pul topishingizga ta'sir qiladi.